Tohir aka, Akram aka, bu nima degan gap bu? Bu traktorlarning hammasini bahoriy ekin-tikin mavsumiga qattiq tayyorlab qo'yiladi. Baraka. Nima xo'jay? Men vodiyga ish yuzasidan ketyapman. Mana shu texnikalarning hammasini sizga ishonib topshirib ketaman. O'zingiz ko'z quloq bo'lib. Bo'ldi xo'jay, bo'ldi. Ko'ngil to'q qilaver. Qani yuringlar. Aleyküm assalom. Yo. Qanday? Yaxshi. Juda ham katta traktor parkimi deyman-da. Ha, juda katta. Ichkarida traktor ham ko'pmi? Ha, 100-200 ga yaqin traktor bor. Zanjirli traktorlarim bor. Yaxshi. Endi tanishib olganimiz yaxshi. Ismingiz nima? Nima aka? Meniki Qo'zivoy. Akajon, bu yerda nima ish qilasiz? Ha, shu dam olish kunlari shu yer xo'jayiniman uka. Xo'jayin. Demak, qorovulsiz. Ha. Haqiqiy rahbar qayerdalar? Rahbarimiz vodiyga ketdi shu texnika masalasi bo'yicha. Demak, yo'qlar. Ya, bir haftaga ketdi. Sizga bir maslahatli ish bor. Arzimagan ish. Ha? Men bir ikkita mehmonlardan kelaman. Traktor parkingizga. Kelgan paytimda assalomu alaykum xo'jayin deysiz. Mehmonlardan chiqib ketayotgan paytimda yaxshi dam oling xo'jayin deysiz. Bo'ldi. Nega bunday deyishim kerak? Aytyapmanki, maslahatli ish. Shu ikki og'iz so'zingizga 500 ming naqd sanab beraman. Qancha? 500 ming? 500 ming. Assalomu alaykum xo'jayin. Yaxshi dam oling xo'jayin degan so'zim uchun 500 ming? Bo'ldi, qoyillatamiz uni. Qoyillatamiz. Bog'laymiz uni. Endi biroq menga gap tegib qolmaymi uka? Akajon, aytyapmanki, sizga hech qanday gap tegmaydi deb. Arzimagan ish-ku. 500 ming aka. Bo'ldi, kelishdik. Haligi xamir uchidan patir deganday siz valaka siz. Ha. Biz ham mana yigitlardamiz. Mana xamir uchidan patir. 100 ming so'm. Direksiya qo'yadi. Men mehmonlarga kelyapman. Qanday bo'ladi? Men kelyapman. Assalomu alaykum xo'jayin. Kelay xo'jayinjon. Tinch bo'l. Tinch xo'jayin, tinch. Yaxshi. Endi akajon, men chiqib ketyapman mehmonlar bilan. Ha. Xo'p, shukr xolos. Xo'jayin, yaxshi bo'ling. Yaxshi dam oling xo'jayin. Mayli. Yaxshi dam oling. Xo'p, yaxshi dam oling xo'jayin. Akajon, kelishdiga uyatini qo'ymaydi. Yo'q, lekin gap tegib qolmaydi menga. Tegmaydi deyapman-ku. Arzimagan ish 500 ming aka. Bo'ldi. Omon bo'ling. Sog' bo'ling. Ahmoq. Pul topib aql topmagan. Ikki og'iz so'zga 500 ming so'm pul. Voy sodda. Boysot aka. Mana bizning traktor parkimiz shu. Xohlagan traktorni tanlab olaverasiz. Biz xizmatda akajon. Yaxshi. Birodar. Sizga aytadigan bo'lsam, kecha o'g'ilchani uchal to'yiga meros qo'ydi. Umogirga olib keldi. Taqdir. Erta o'tirsam, traktor bering dedi. O bozorga chiqib, o'cha traktor olib keldi. Sizdan kiryapsizmi dedi. Menga haqiqiy traktor bering dedi. Keyin mana yorishga keldim. Aytib qo'ying. Mana traktorlaring
yaramaydi. Aka, bu tomonda uzr. Yangi traktorlar turibdi. Xohlaganingizni tanlab oling. Yog'ini kelishtirib beraman. Ya, hamma traktoringizni sotib olaman. Qurilib yetadi. Unda boshqa aka, ko'ringchi. Ko'rsa. Mana ular bo'lmaydi, mana ular. Traktorda qarang, yer haydaydi. Hamma anaqasi bor. Allolar ham gap yangi. Nima gerizasi yo'q? Yo'q, aka, bu akalar qo'ygan ular qarang. Sizga ko'rsataymi mana qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Mana, bu qarang, mana qarang. Traktorda qarang. Yozda bor-ku. Alaqada bu konditsioner bilan ozib yuraveradi. Mana, rollarni qarang, mana qarang. Siz bo'pti, olasizmi aka? Motor bor, motor. 100 ot kuchi bor motor. Agar siz olmasangiz, mana baloda 4 ta qo'shib beraman sizga aka. Aka olavering, kam bo'lmaysiz aka. Bolalar nimasi, bolalar? Bu o'sha mana o'sha anaqalar ishlar bor aka. Bo'lma aka. Akajon, u o'sha qoladimi u? Bemalol haydaydi aka. Haydaydi aka. Shuni oling. Bu orqa tomondan chiqilyapti. Mana anaqa serkadan qo'shib beraman sizga aka. Aka, bo'lmasa narsa tomon ko'ring. Yuring, aka, men sizni borga xursand jo'nata olaman. Yuring. Erta merosxo'rga yoqal tanlaymiz. Assalomu alaykum xo'jayin. Va alaykum assalom. Salomat. Bu kishi valaka. Shu traktorlarni qora o'g'li. Ajoyib inson. Zo'r ishlaganidan har oyi mukofot pul oladi. Yaxshi. Charchamang. Ishni qiling boring. Boring deyapman. Olasiz. Qo'ying. Endi rahbarimizda. Ey, bularga baqirib turmasang, qush qondan chiqib ketadi bular. Birodar, endi aytadigan bo'lsak, bu traktorlaringizni ichida tanlab olamiz. Avvalo merosxo'rga yoqish kerak. Merosxo'rga. O'g'limizga, farzandimiz Kattabekka. Ey! Kattabek topdik. Assalomu alaykum. Kattabek. O'zi xo'jayin siz ekansiz. Mana traktorlar. Qaysi birini olasiz? Yoqqanini olamiz aka. Qani ko'rsating. Qani xo'jayin? Qani? O'rgan qo'shin. Xo'jayin, yaxshi qilib. Nimasi bo'lmaydi? Zo'rku. Bo'lmaydi. Qaysini ko'rsatay? Anani ko'rsatay? Anani ko'rsataymi o'zing? Ha, ko'rsating. Yur. Dada, mana men oldimda traktorlar. Kattabek, xo'jayin. Mana traktor yoqdim. Yo'q, uchovi ham. Uchovi? Ha. Vorisimizga yoqqan ekan, bizga ham yoqdi bu traktorlar. Boshqa uchovi 30 million bo'ladi. Qancha? 30 million. Birodar, 30 million ekan-ku. Undan qimmat bo'lmaydi bu traktorlarni. Bekzod. Olib ketildi. Mana xo'jayin Qancha beradi? 50 million. Yaxshi. Mana bizga 50 million so'm. 50 million? Ha, 20 milliondan mana shu traktorlarni olib bergan uchun sizga sovg'a. Ota-o'g'il, yoqdimi traktorlar? Yo'qdi dada. Hammasiga pul to'ladim. Olib ketamiz traktorlar. Boshqa aka, hozir olib keta olmaysizlar. Nimaga? Ertaga kelasizlar. Hop, men ungacha hamma traktorning hujjatini tayyor qilib qo'yaman. Yaxshi. Bemalol men ketaverasizlar. Hop, Akajon, rahmat sizga. traktor muborak bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunga beringlar. Rahmat.
xo'jayin, yaxshimisiz? Haligi kelishilgan haligi Ha, esim qursin. Bir daqiqa. Valaka. Rahmat. Hammasi. mayli zo'r-ku, hali kelishilgandan ortiqcha gaplar gapirib yubordingiz. Sal qizishib ketdim-da. Shu qizishib ketganim uchun xamir uchidan patir sizga. Olganim mana. Mana. 500. 500 a? Aka. Bizdan mardga mard. Omon. Xo'p, rahmat. Ha, aytgandek. Nima deyishingiz kerak? Yaxshi boring, xo'jayin. Yaxshi qoling valaka. Ajoyib inson. Xo'p, xo'jayin, yaxshi boring. Xo'p, rahmat. Xo'p, yaxshi boring. Xo'p. Valaka. Yo, ota o'g'ilga mana shu uchala traktor yoqqandir. Uchala traktor. Ya'ni endi madad qilinglar dedim-da. Rahmat. Ana shu uchalasini bittadan traktor boshladi. Uyga borib qo'yishdi. Min. Hayda. Uyga qaraysiz. Hatta qolaylik, traktor o'tirgan. Qolingda, ya. Ya, davlat traktorga o'tir. Tashmanaqa, Bu traktorlar havasini men sotib olganman. Ya nima sotib olding? Davlatning mulki bo'lsa bu, davlat traktori. Shu davlatning mulkini 50 millionga sotib oldim, aka. Qanday 50 millionga sotib? Bu davlatniki bu. Va chaqiring, xo'jayin chaqiring boring. Chaqiraman ham kerak bo'lsa. Va xo'jayin. Chaqir xo'jayin. Bu yoshga, bo'lgan qo'lak, bu yoshga. Chaqiraman ham. Bu davlatniki bo'lsa, nima qilasiz? Katta xolang traktorga o'tiribsan. Yo, aka, men sotib oldim, jital. Ol, bo'ling. Ya, bu yerga to'polon qilasan. Traktor haydaydi. Ana xo'jayin yo'l kelyapti, gaplar bo'ladi. Kelaver xo'jayin. Keling. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Kim bu odam? Kamina shu traktor parkini xo'jayini bo'laman. Shumat. Bu traktor parki xo'jayini Qo'zoy aka emasmi? Qanaqa qo'zva? Keling xo'jayin, yaxshi bo'ling xo'jayin degan kim edi? Men edim. U 500 ming so'm pul berdi. Keling xo'jayin, yaxshi boring xo'jayin deganim uchun 500 ming so'm pul berdi. Sen ham 500 ming bersang, pochcha deyman. Pochcha. Traktor. Men salama chiqib ketgan paytimda yaxshi boling. Sen ham 500 ming bersang, pochcha deyman. Pochcha. Qanavi. Traktorlar yaramaydi. Kamina shu traktor parkini xo'jayini bo'laman.